odamlarni maqtab, uni takabburlikka olib chiqib qo'yadigan maqtovchilar bor. Butun undagi yo'qlar narsalarni ham haligi maqta qo'shib maqtaydiganlar bor. Ana shularga atalgan. Ularning yuziga tuproq sepinglar deganlari, sizlar o'shalarni maqtovini eshitib o'tirmanglar degan. Shuning uchun birov sizni maqtayotgan bo'lsa, Alloh maqtovingizni rostga chiqarsin, lekin men o'zimni kimligimni o'zim bilaman deb qo'yish kerak. Shunaqa ekanman demasdan, o'zingizni kimligingizni o'zingiz yaxshi bilib turibsiz. U maqtov sizda 100% topilayotgan yo'q. O'shaning uchun birodar, mayli maqtadingiz, maqtovingizni Alloh haqqa chiqarsin, meni ham o'shanaqangi siz maqtaganda qangi bo'lishlikka nasib qilsin deb qo'yishimiz kerak. Kibrimizni sindirib, o'zimizda o'shanaqangi hislat yo'qligini bildirib qo'yish kerak.